Mana aytgan masalliqlarimizni taxlab oldik. Limon, 150 gram shakar, bir dona piyoz. Piyoz shunisi e'tibor qilish kerak, qattiq bo'lish kerak piyoz. Qattiq bo'lish kerak. Yani keskanda sochilib ketmasligi uchun. To'g'rab olamiz. Piyozni. Qancha yuqoriroq to'g'rasak, shuncha yaxshi. Juda ham yuqori to'g'ramayapman, sochilib ketmasligi uchun. Xo'p. Piyoz taxlab oldik. Endi limon kesamiz. Oldini, orqasini olamiz. Limonni ham xuddi shunday piyoz shaklida yuqoriroq. Biz bu taxlayotgan retseptimizni har kim ham yeya olmaydi. Chunki bilamiz, dori shirin bo'lmaydi. Har holda aptekadagi dorilardan shirin taxlaymiz. Xo'p. Limonni ham kesib oldik. Endi taxlash. Bir dona limon. Xo'p, birdan ikkita porsiya qilib taxlaylik shuni 2 kishiga. 2 dona limon. Ustiga shakar bilan. Piyoz. Yana shakar. Yana limon. Yana shakar. Xo'p. Yana piyoz. Yana shakar. Yana limon. Yana shakar. 150 gram shakar bemalol yetib ortadi uni. Xo'p. Yana piyoz. Mana baribir sochildi. Ko'rib chiqish yo'qmi? Bunga qo'yamiz. Mana. Ikkita porsiya taxlandi. Yana shakar bilan yopamiz ustini. Uni ustini ozgina yopishdi. Marli bilan yopsak ham bo'ladi, yo marli shira bo'lmasin, bitta kosani shuni olib mana. Buni qaysi payt qilinadi? Buni qilsak bo'ladi, kechki payt taxlab qo'yamiz, ertalabga nonushtaga tayyor bo'lishi uchun. Och qoringa ertalab bir piyola iliq suv ichiladi. Iliq suvdan keyin ana shuni bir porsiyasini yesangiz tavsiya qilinadi. Qanday? Har kun emas, bir kun yeb, oradan yana bir kun o'tkazib, через день deymiz. Mana shunday qilib tavsiya qilsak bo'ladi. Keyin xuddi hamma dorilar qator buni ham qarshi ko'rsatmalari bor. Kimlarga mumkin emas bu narsa? Mumkin emas, oshqozon ichagida yarasi borlarga davleniyasi past yuradigan odamlarga mumkin emas. Bu mumkin davleniyasi baland yuradiganlarga mumkin. Sahri borlarga ham mumkin bemalol. Bu qonni suyultiradi. Piyoz ham qonni suyultiradi, limon ham qonni suyultiradi, davleniyani tushiradi. Bemalol uy sharoitida taxlab immunitetni ko'tarib olishingiz mumkin. Keyin bu retseptimizni hozir antibiotik sotadigan doktorlarimiz ko'rsa mendan ko'p xafa bo'ladi.